xush keldingiz degan bilaman va bugun sizlar bilan sun'iy intellekt haqida suhbatlar qilamiz, o'z fikrimizni bo'lishamiz. Xo'sh, bizda savollar bor. Sun'iy intellekt nima va u oddiy dasturlardan nimasi bilan farq qiladi? Aslbek, javobingiz. Sun'iy intellekt bu hozirgi davrda eng ko'p tarqalgan dastur hisoblanadi va u inson idrokiga taqlid qiluvchi yagona dastur. Rahmat. Sun'iy intellektda oddiy dasturlardan farqi, oddiy dasturlar imkoniyati cheklangan bo'ladi. Sun'iy intellekt cheklanmagan miqdorga sizga ma'lumot berib, o'zidan sizga ortiqroq o'zidan ma'lumotlar beradi. Bu albatta foydali hisoblanadi. Rahmat Saidona. Umrzod, fikringiz? Saidona aytib o'tganidek, oddiy dasturlardan farqi bu sun'iy intellektga siz savol bersangiz, masalan, uni ko'rib chiqib, boshqa qo'shimcha javoblar bilan berishi mumkin. Oddiy programmalardan farqi shu. Rahmat, juda zo'r. Yavuzbek. Xo'p, birinchi navbatda sun'iy intellekt nima degan savolga javob topib oladigan bo'lsak, sun'iy intellekt bu inson omili tomonidan yaratilgan sun'iy ong, ya'ni sun'iy idrok bo'lib, u insonlarni qiyin ishlarni yengil va tez bitishi uchun chiqarilgan va hozirgi kunda ham ayni shu vazifani bajarib kelmoqda. Ko'plab o'quvchilar va shu kabi odamlarni qiyin ishlar yengil bo'lib, o'zlari bilmagan narsalarni ko'p soat, yarim soat, 1 soatlab qidirib o'tirmasdan sun'iy intellektdan so'rab 5-10 minutda javobini topib olishmoqda. Juda zo'r, rahmat. Ilyobjon. Sun'iy intellekt asliga o'rtog'imiz aytgandek inson omiliga tahdid qiladi va oddiy programmalardan farqi, misol uchun har xil mavzuda ish yuritmoqchi bo'lsangiz, har xil programmalar, masalan, rasm ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, asosan Gemini yoki boshqa har xil misollar ishlamoqchi bo'lsangiz, matematikaga oid programmalardan foydalanasiz. Agar umumiy qilib foydalanmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellekt sizga yordam beradi. Asosan sun'iy intellekt birdaniga mavzudan mavzuga o'tish uchun yoki bo'lmasa tekst chiqarish uchun, masalan uchun, men asosan kimyo fanini o'qiyman. Kimyo fanida birdan reaksiyalarni, masalalarni chiqarib olish uchun har xil programmalardan emas, sun'iy intellektdan foydalanish qulayroq deb o'ylayman. Juda zo'r. Xo'sh, mening fikrimcha, sun'iy intellekt boshqa programmalardan farq qilishi bu unda cheklovlar yo'qligi, chunki u siz xohlaganingizdan da ko'proq javoblarni sizga taqdim etadi va boshqa programmalarda siz so'ragan narsangizga javob berishi mumkin, lekin undan tashqari boshqa bilimlarni sizga bermaydi. Sun'iy intellekt esa sizga o'sha savolingizga va undan tashqari yana ko'proq bilimlarni beradi. Xo'sh, va endi ikkinchi savolga o'tamiz. Bugungi kunda sun'iy intellekt qaysi sohalarda eng ko'p qo'llanilmoqda deb o'ylaysiz? Aslbek, javobingiz. Sun'iy intellekt hozirda ko'proq zavodlarda, boshqa fabrikalarda ish bajarmoqda va keng tarmoqlarda qo'llangan va u kelajakka borib ko'p sohalarda sun'iy intellekt kasblarni egallashi mumkin va kelajakda kasblar kam miqdorda qolishi mumkin. Rahmat, Saidona. Kelajakda kasbga keladigan bo'lsak, bizda ta'lim sohasi tibbiyotda ko'proq foydalanilmoqda hozir. Bundan tashqari hozirda so'z, ya'ni shu qutqaruv xizmatlarida ham ko'p foydalanilmoqda. Bu albatta xushxabar. Kasbdan yo'qolib ketishi esa qaysidir tomondan yomon. Meni fikrim yo'q. Xo'p, hozirgi kunda sun'iy intellekt deyarli hamma yo'nalishlarda bor, lekin men bemalol ayta olamanki, montaj va shu kabi yo'nalishlarda sun'iy intellekt juda ham rivojlangan, chunki hozirgi kunda ko'plab platformalarda, Instagram, YouTube kabi platformalarda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan videolar reklarda yurishini ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun men bemalol montaj va onlayn sohalarda ko'proq sun'iy intellekt rivojlangan deb ayta olaman. Yolg'iz o'rtog'imiz aytgandek, misol uchun montajlarda ko'p qo'llanganligi sabab va
shunga o'xshagan platformalarda, Instagram, YouTube'larda asosan kodda omilga sabab bo'ldi. O'zim ham bir sinab ko'rdim, lekin juda yaxshi chiqaradigan rasmlarni, sifatli va hop sun'iy intellekt asosan juda kuchli rivojlanmagan va bizim mamlakatimizga kuchli kirib kelmaganligi sababli asosan kasblarda uncha ko'p qo'llanilmayapti. Lekin kelajakka ta'siri men o'ylashimcha ko'p sohalar yo'qolib ketishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun tarjimonlik yoki bo'lmasa buni Saydolim aytgandek so'z yordam yoki mana bunaqa kompaniyalar telefon qilsangiz odamlar javob berayotgan bo'lsa, keyinchalik sun'iy intellektlar javob berishi ham mumkin. Juda zo'r, to'g'ri javoblar. Mening fikrimcha, sun'iy intellekt dizaynerlik sohasida ham ko'p foydalanyapti va ayrim rasmiy sohalarda, rasmiy bo'lmagan sohalarda ham ko'p foydalanyapti. Masalan, dizaynerga oddiy bitta video uchun ustiga rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha sun'iy intellektga yozsangiz, sizga nima kerak bo'lsa, o'shani chiqarib beradi. Albatta, global miqyosda foydalanilmoqda. Fikringizga qo'shimcha qilaman. Masalan, internet tarmog'ida bloger yoki YouTube'da streamer o'zini YouTube'iga boshlanishiga obloshka qo'yadi, siz aytganingizdek. Uni obloshkada xohlagandek o'zi chiqarsa bo'ladi. Yozib, qanday bu joyda bu bo'lsin, bu joyda esa sal kattaroq bo'lsin deb xohlagancha shakl berishi mumkin. Obloshka uchun. Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi afzalliklari nimalardan iborat? Asadbek, javobingiz. Sun'iy intellekt ta'lim katta ahamiyatga ega va u o'quvchilarga ko'p masalan savollarga javob berishda yaxshi yordam beradi va u bilimni keng miqyosda o'rganishga juda katta hissa qo'shadi. Ta'lim mavzusiga qaytadigan bo'lsak, yana ta'lim mavzusida o'quvchilar uchun bu juda ham foydali, ammo o'qituvchilar fikricha, ya'ni qaralganda bu juda ham zarar, ma'lumotlarni o'zlashtira olmaslik dangasalik kelib chiqadi. Bu menimcha ta'lim jihatdan sun'iy intellekt unchalik yordam bera olmaydi. Sizni fikringizcha shunaqa? Ta'lim jihatdan olsak, bu o'quvchining har bir o'ziga bog'liq. Plus va minus tarafi o'quvchi qanday ishlashiga bog'liq. Yaxshi tarzda ishlasa, u davom etadi. Lekin yomon tarzda esa u sun'iy intellekt buni to'g'rilashi ham mumkin. Boshqacha yomonroq savol berganda, u o'zini yaxshi tarafi bilan ko'rsatishi mumkin. Agar bunaqa qilmasa, u o'quvchi komfort zonasidan chiqa olmaydi. O'sha komfort zonada qolib, o'sha masalan ChatGPTni olsak, bu ham sun'iy intellekt. U ham qanday savollarga javob beraversa, u komfort zonadan chiqa olmaydi. O'sha qolib ketaveradi. Ma'qul. Albatta, sun'iy intellektning ta'lim yo'nalishida salbiy va ijobiy tomonlari bor. Ijobiy tomonlari o'quvchilarga va o'qituvchilarga ham bor. Masalan, o'qituvchilarga keladigan bo'lsak, o'qituvchilar sun'iy intellektdan turli xil qiziqarli o'qitish metodikalari, o'quvchilarga tez o'rganish uchun turli xil metodikalarni o'rganish mumkin. O'quvchilar esa darsda tushunmay qolgan mavzularni sun'iy intellektdan so'rab juda ham yaxshi tushunib olishlari mumkin. Salbiy tomonlarga keladigan bo'lsak, o'quvchilar sun'iy intellektga o'rganib qolib, mukkasidan ketib, o'z fikrlash doirasini yo'qotib qo'yish ehtimoli juda ham katta va o'zini fikriga ega bo'lmaydi ko'plab o'quvchilar. Shu o'rtoqlar aytgandek, sun'iy intellektdan ko'p foydalanish komfort zonada qolib ketishiga sabab bo'ladi. Hop, ko'p foydalanayotgan vaqtimizda, masalan, agar kitobimizda yozilgan savollar bo'lsa ham, afzalroq bo'lganimiz hozir sun'iy intellekt bo'lib qolgan. Sun'iy intellektga ChatGPTga shuni yozyapti, javoblar bilan savol kiritsa, javoblari bilan yozib, tayyor javobni shuni olib ko'chirib oladi. Bu degani fikrlash doirasi qisqarishiga, ya'ni pasayishiga sabab bo'ladi. Hozir sun'iy intellekt asosan ommalashganligi 2 yil yoki undan oshgan bo'lsa, sun'iy intellektda uncha ko'p yirik fikrlar yo'q. Misol uchun ba'zi bir kimyo fanidan formulalar kiritsa, ba'zi birlarni xato yoki ba'zi bir tekstlarni xato tarjima qilish
ham sababchi bo'lyapti. Hop, ta'lim jihatidan plus minus taraflari, hop, Behruz o'rtog'imiz aytganidek, asosan salbiy tarafi shu komfort zonada qolib ketishi, plus tarafi esa agar to'g'ri ma'lumotli maqsadida foydalansa, yangi fikrlarni o'zlashtirishi mumkin. To'g'ri. Mening fikrimcha, sun'iy intellekt ta'lim sohasida ham yaxshi, ham yomon jihatlari bor. Masalan, yaxshi taraflari ustozlar har xil metodlar bilan, har xil yo'nalishlar, har xil o'yinlar bilan o'quvchilarni qiziqtirib o'tishi mumkin. O'quvchilar ham tushunmagan, bilmagan narsalarni shu sun'iy intellektdan so'rab olishi mumkin. Albatta to'g'ri tarzda. Bu yomon tarzlari, yomon taraflari bu o'quvchilar vazifani o'z fikri bilan qilmasdan to'g'ridan to'g'ri sun'iy intellektdan so'rab, uni ko'chirib olib, shu orqali baho olish yoki shu bilan qilsa, u o'z fikrini va bilimlarini yangilamaydi, shu tarzda qolib ketaveradi. Xo'sh, shu bilan bugungi sun'iy intellekt mavzusi tugadi. Kuzatganingiz uchun rahmat.